Hozir mana embrion transfer jarayoni patsientkamizda 8 yillik bepushtlik bilan eko programma o'tkazganmiz. Ekodan keyin genetik tekshiruvlar qilganmiz. 5 ta embrioni bor, 4 ta embrionni genetik tekshiruvdan o'tkazganimizda ikkita qiz bor, ikkita qizlari bor, bizga mальчик kerak. Все, bunday bo'ldi. Embrion transfer jarayoni UZIda kontrolli UZI. Qilinadi UZI tekshirib turib, mana bachadan ichiga kateter bilan kirdik. Mana kateter. Hozir shu yoqqa 5 kunlik tayyor homilalarni qo'yamiz. Bundan ular homilador bo'lib ketadi. Xudo xohlasa dальше marta ushlab qolishi keyin ularning organizmiga bog'liq bo'ladi. Bitta a'lo sifatli embrion bilan qo'yamiz embrionni. Mana embrionimiz bitta embrion yaxshi sifatli genetik tekshiruv bilan sog'lom o'g'il farzand. mana bachadan chiqib, kateter bilan kirdik. Embrionda o'sha oqarib turgan joy bu embrion. Qo'ydik. Sizga omad, homilador bo'lib keling endi. Xudo xohlasa. Rahmat.